Assalomu alaykum, hurmatli qadri baland qadrdollarim. Kuninglar xayrli va barakotli bo'lsin. Mana biz o'sha biz va'da bergan video rolikimizni tayyorlashda davom etmoqdamiz. Biz o'sha mashhur Qora Shayx buva qabristoni oldidamiz. Yo'lqo'rg'on haqida videolarni tayyorlash oson bo'lmadi, tarixini topish oson bo'lmadi. Qilgan mehnatimizga yarasha like va podpiska obuna tugmachalarni bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa bundan chiroyli yangiliklarni tayyorlashda davom etamiz. Sizlar uchun doim xizmatdamiz. Bizni kuzatib borishda davom eting. Biz boshladik. O'zim Yo'lqo'rg'on qishlog'idan bo'lganim uchun Yo'lqo'rg'on haqida ma'lumot to'plashga harakat qildim. Bularni o'ylab menda qishloq tarixini imkon darajasida batafsilroq yoritish rejasi paydo bo'ldi. Ilmiy dalillarga asoslangan holda qishloqda hayot kamida milodiy 5-yillardan boshlangan degan xulosaga kelish mumkin. Dastlab ko'chib kelgan aholi bir-birlaridan ma'lum masofada o'zlariga qulay bo'lgan yerlarga joylashgan. Buni quyidagi misollardan bilib olish mumkin. Yo'lqo'rg'on atrofida Fayzaobod, Ko'rosgon, Chortoq, Uycha qishloqlarida yashovchi aholining so'zlashuv shevasiga e'tibor berilsa, deyarli bir xil. Ularning dastlabki avlodlari bu yerlarga kelib Chortoqsoy va Norin daryosi qishloqlarida dehqonchilik qilishgan. Shu zaylda Yo'lqo'rg'on qishlog'i shakllangan. Agar qishloq aholisining 1950-yilgacha bosib o'tgan hayot yo'liga e'tibor berilsa, ko'chalar tor, egri, bugri, yozda tuproq, qishda loy bo'lgan. Qishloq o'rtasidan o'tgan tosh yo'lni hisobga olmaganda oddiy shag'al yotqizilgan, ko'chalar bo'lmagan. Aholi uylari paxsa devorli, tom qismi somon loy suvoq bo'lib, yong'in kunlarida tomdan uy ichiga yomg'ir tomchilar chakka tomib turgan. Yo'lqo'rg'on Uychi tumanidagi qadimiy, hamisha navqiron, go'zal qishloqlardan biri. Qishloq zaminida hayot qachondan boshlangani haqida aniq fikr yo'q. Chunki bu maskan yoki atrofdagi qishloqlarda hozirga qadar ilmiy arxeologik qazilma ishlari olib borilmagan. Lekin atrof manbalarga ijobiy yondashib, qishloq tarixini xolisona yoritishni lozim ko'rdim. Dastlab e'tiboringizni quyidagi Qirg'otga qaratamiz. Yo'lqo'rg'on va yon atrofdagi Qizilrobod, Uycha, Fayzobod, O'nhayat hamda qo'shni Namangan tumanidagi ayrim qishloqlarda yashovchi aholi o'rtasida bundan 1000 yil avval Norin daryosi shu qishloq hududlaridan keng ko'lamda yoyilib oqib o'tgan degan so'zlar aytiladi. Buni mushohada qilib quyidagi ikki xulosaga kelish mumkin. Birinchisi, yoz mavsumida tog'da qorlar erib, daryo suvining ko'payishi hisobiga kuchli toshqinlar paydo bo'lgan. Toshqinlar o'z yo'lida qirg'oqlarni, yer maydonlarini yemirib, ichkariga kirish hisobiga hozirgi jarliklar hosil bo'lgan. Yillar o'tib daryo o'z oqim yo'nalishini o'zgartirib, orqaga qaytgan. O'rnida katta, kichik buloqlar, botqoqliklar, qamishzorlar paydo bo'lgan. Bu maydonda hozirgi Uchqo'rg'on ko'prigidan Shahantgacha bo'lgan oraliq cho'zilgan. Qora Shayx buva qabristoni manzili Oqtosh Mafiya Uchqun ko'chasi tashkil bo'lgan sana 758-yillarga borib taqaladi. Yer maydoni 5 gektar. Shundan dafn etiladigan bo'sh maydoni 0,6 gektar. Binosi 9 ta bino, 4 ta yozlik shipondan iborat. Yo'lqo'rg'on so'zining paydo bo'lishi. Yor so'zi mahalliy shevada atalashi bo'lib, adabiy tillardan jarlik, tepalik, adirlik ma'nolarini anglatadi. Qishloqdagi jarliklar qadimiy bo'lib, ularning paydo bo'lishi aniq emas, lekin oldingi mavzuda Norin daryosida kuchli suv toshqinlari qirg'oqda shimol tomon harakatlangan, o'z yo'lida yer maydonlarini yemirib borishda jarliklar hosil bo'lganligi aytilgan. 1950-yillarga qadar qishloqda shimoliy janubiy tomonga yo'nalishda bir-birida 200 metr masofada joylashgan 8 metr 12 metr balandlikdagi 5-6 ta jarliklar bo'lgan. Keyinchalik paxta maydonlarini kengaytirish maqsadida ularni tekislab yuborilgan. Hozirgi kunda Qora Shayx buva va Tolmazor buva qabristonlarida bittadan 2 ta jarlik saqlanib qolgan. Qo'rg'on so'ziga kelsak, bu qadimiy turkiy so'z bo'lib, istihkomli turar joy ma'nosini beradi. Qo'rg'on, qo'rg'oncha so'zlari aholi o'rtasida 5-7 asrlardan boshlab muomalada bo'lgan.
Qo'rg'onlar asosan dushman hujumiga qarshi mudofaa inshooti, askarlar to'planadigan joy, qurol-yarog', oziq-ovqat saqlanadigan ombor vazifasini bajargan. Oradan uzoq yillar o'tib, aholi doimiy yashaydigan katta hududlar ham qo'rg'on deb atalgan. Xulosa qilsak, yor qo'rg'on, yor ustiga joylashgan qo'rg'on yoki yor ustidagi qishloq ma'nosini beradi. Qishloqdagi hayot va uning tarixi kamida 500 yildan boshlangan.